Azg'aniyev yaxshi to'pni Hamrobekovga o'ysa ichkariga Otabek. Ko'pchilik muxlislik qiladi. Eldorning birinchi zarbasi pushga yo'lladi. Beyranvan to'pni qaytardi, hujumimiz davom etadi. Azg'aniyev va mana bu yerda Otabek Shukurov ham tepib ko'rdi. Penaltilar aktiv jarayoni. Abduvohid ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Bunda zarba yo'llandi. Turkiyaning ayni vaqtdagi eng yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi agar. Eldor zarba 1-1. Ishonchi. Zarba yaxshi. Ne'matov qarasan dedik, qutqardi. Bunday gapga kiradigan yigit Abdullayev judayam ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Zarba yo'q. Bu safar Rustam Ashurmatov. Ana Ashurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyranvan yetib bora olmadi bu to'p. 5-raqamdagi Millat Muhammadiy. Va aylandi. Qoyil rahmat Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi? Super save deb qo'yaylik. O'yinda kamroq zarba. Gol. Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta. Penaltilar seriyasida, lekin bu yerda bu o'rtoqlik turniri, lekin mayli bu ham bir yutuq. Eron ustidan erishilgan har qanday g'alabamiz yutuq.